Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Navbatdagi ma'ruzamiz mavzusi falsafa va uning jamiyat hayotidagi roli. Aziz tinglovchilar, bu mavzuni biz bilishimiz uchun, bu mavzuni dunyoqarashlilik asosida bir keng ma'noda qo'llashimiz uchun, demak, insonni mukammal tafakkuri, mukammal dunyoqarashi mana shu jarayonga qaratilish kerak bo'ladi. Mavzuda bir nechta rejalarimiz bor. Birinchi rejamiz falsafa, filosof va dunyoqarash tushunchalari. Rejamiz ikkinchisi falsafaning bahs mavzusi. Rejamiz uchinchisi falsafaning jamiyat hayotidagi roli va asosiy vazifalari. Inson bor ekan, u o'zini har doim bilish jarayoni bilan mukammal dunyoqarashini asoslashga harakat qiladi. Insonni o'ziga xos mukammal bilish jarayoni uni kishilik jamiyatini dastlabki davrlaridagi ongli munosabat, aqliy faoliyat va o'ziga xos mukammal dunyoqarashlilikka ega ekanligini tushuntirib beradi. Falsafa fanini biz bilishimizda birinchi navbatda falsafa nima, falsafiy mushohada nima, falsafiy mushohada nimaga asoslanadi, uni mazmun mohiyati nimaga qaratiladi, insonni bilishidagi ahamiyati degan juda ko'p savollarga, demak, mana shu falsafiy dunyoqarashga asoslangan bilimlarimiz javob bera oladi. Falsafa fanini o'ziga xos mohiyati mazmuni quyidagilarda asoslanadi. Falsafa so'zi yunoncha so'zdan olingan bo'lib, filio sevaman, sofiya donolik, ya'ni donishmandlikni sevaman degan mazmun mohiyatga ega. Shu ma'noda falsafiy dunyoqarash har doim insonni o'ziga xos mukammalligini, uni tafakkurini, odam haqida qarashlarini, olam haqida qarashlarini, mukammal mazmun mohiyatini ko'rsatib beradi. Falsafa atamasi g'arb faylasuflari tomonidan ilmiy salohiyatga kiritilgan bo'lsa-da, sharq faylasuflari tomonidan ham o'ziga xos bir mukammallikka ega bo'lgan. Markaziy Osiyo mutafakkiri Abu Nasr Farobiy falsafani hikmatlarni qadrlash, ya'ni hikmatli fikr mulohazalarni qadr qimmatga asoslanganligini aytib o'tadi. Falsafiy mushohada har doim o'ziga xos mukammallikni butun mana shu kishilik jamiyatini davrlashtirish nuqtai nazaridan bo'lgan mulohazalari bilan bog'laydi. Falsafa fanida biz dastlabki ana shu olam haqidagi qarashlarni, odam haqidagi qarashlarni, butun bir mavjudot haqidagi qarashlarni bilish bilan birgalikda, demak, ana shu dunyoqarashlilik asosini, ya'ni dunyoqarashni falsafa fanini mukammal kategoriyasi ekanligi nuqtai nazaridan ham bilishimiz o'rinli bo'ladi. Dunyoqarash bu insonni mohiyati, tarixiy kelib chiqishi, ijtimoiy xarakteri, o'ziga xos mukammal bilish jarayoni, o'zligini anglashi, har bir davrda dunyoqarashlilikni mukammallashtiruvchi ijtimoiy ong shakllariga bo'lgan munosabatlar alohida mana shu dunyoqarashni mukammalligida namoyon bo'ladi. Shu nuqtai nazardan ilmiy asosga ega bo'la olgan holatda dunyoqarash o'zini quyidagi tasniflarini shakllantirib borgan. Demak, birinchisi kishilik jamiyatini dastlabki davrlariga to'g'ri keladi, mifologik dunyoqarash. Ikkinchisi diniy dunyoqarash. Uchinchisi dunyoviy dunyoqarash, to'rtinchisi falsafiy ilmiy dunyoqarash. Dunyoqarashni har bir ko'rinishida biz ana shu tarixiylik bilan hozirgi davrni, hozirgi davr bilan kelajakda bo'ladigan ijtimoiy munosabatlarni, demak, tahlil qila olamiz. Masalan, mifologik dunyoqarash bu kishilik jamiyatini dastlabki davrlariga to'g'ri keladi. Mif demak afsonalar, rivoyatlar odamlarni ana shu davrda ongli munosabati asosida tabiat oldidagi ojizliklari, ya'ni tabiat qonunlarini bilmasliklari natijasida shakllangan mifologik dunyoqarash hisoblanadi. Mifologik dunyoqarash turli xil millatlarni, turli xil elatlarni ana shu ibtidoiy jamoadan to mana shu vaqtgacha bo'lgan jarayonlarni o'z ichiga olganligini ko'rishimiz mumkin. Ma'lum bir ana shu evolyutsion rivojlanish, o'zgarish, ijtimoiy munosabatlarni mana shu bir taraqqiyot daraja jarayonlarida o'zgarishi bilan, demak, mifologik dunyoqarash o'z o'rnini diniy dunyoqarashga bo'shatib beradi.
Diniy dunyoqarashda endi o'ziga xos ana shu milliy dinlar, qabilaviy urug' dinlari, demak, yoki bo'lmasa jahon dinlarini biz ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Insonni aziz tinglovchilar, mana shu tafakkuridagi, ya'ni ijtimoiy ong shaklidagi o'ziga xos qarashlari, demak, bunda biz diniy ongni olishimiz mumkin, axloqiy ongni olishimiz mumkin, huquqiy ongni olishimiz mumkin, insonni estetik qarashlarini olishimiz mumkin, siyosiy ongni olishimiz mumkin. Demak, ana shu ijtimoiy ong shakllarini mavjudligida, demak, diniy dunyoqarashni davrlar o'tishi bilan mukammalligini aytib o'tishimiz kerak bo'ladi. Diniy dunyoqarash shu darajada mana shu insoniyat tarixida insonlarni o'ziga xos bilishini o'ziga qarata oldiki, bunda albatta, demak, inson dinsiz yashay olmasligini isbotlab berdi. Haqiqatda ham aziz tinglovchilar, inson dinsiz yashay olmaydi. Chunki inson ruhiyatini har bir o'ziga xos qarashlarida diniy mulohazalar, diniy o'ziga xos qarashlar, diniy o'ziga xos bir jarayonlar shakllanib boradi. Shu nuqtai nazardan, demak, oxirgi holat, demak, ijtimoiylikni oladigan bo'lsak, jahon dinlarini shakllanishi. Demak, buddaviylik dini, xristianlik dini va islom dini. Mana shu dunyoqarashni dunyoviyligi nimada? Albatta, dunyoqarashni dunyoviyligi insonni bilishini har bir o'ziga xos ijtimoiy xarakter bilan namoyon bo'lishida. Inson bor ekan, u har doim bilishga intiladi. Uni mana shu bilishga intilishini asosida insonni sezishi, idrok qilishi, albatta dunyoni sezishi, idrok qilishi va unga bo'lgan munosabatlarini ko'rsatishi kabi bir mulohazalar keng ma'noda, keng mohiyatda o'z o'rniga ega bo'ladi. Ana endi oxirgi dunyoqarashni shakli sifatida ilmda qabul qilingan, demak, holat falsafiy ilmiy dunyoqarash. Biz yaxshi bilamiz, mana shu g'arb mamlakatlarida ham, sharq mamlakatlarida ham o'ziga xos davrlashtirish nuqtai nazaridan tafakkurni o'zgarib borishi. Tafakkurni o'zgarib borishida mafkuraviy, g'oyaviy jihatlarni namoyon bo'lishi va mana shu mafkuraviy, g'oyaviy o'ziga xos o'zgarishlar asosida, demak, ilmiy salohiyatga insoniyatni erishishi. Ilmiy salohiyatga erishishi deganimizda biz ana shu kashfiyotlarni bo'lishi yoki bo'lmasa bir fanlar turkumida ilmiy salohiyatni, qonuniyatlarga asoslangan, albatta, ilmiy salohiyatlarni biz o'rnini aytib o'tishimiz o'rinli hisoblanadi. Ijtimoiy taraqqiyot har doim insonni bilishini to'ldirib boradi, aziz tinglovchilar. Chunki ijtimoiy taraqqiyotni ana shu o'ziga xos mukammalligida biz falsafani bir nechta ko'rinishi yoki bo'lmasa falsafiy bilimlar asosini to'ldirishga qaratilgan mulohazalarni aytib o'tishimiz o'rinli hisoblanadi. Masalan, falsafa fani o'zini yo'nalishlarida, o'zini mukammal tadqiqot doirasida, o'zini mukammal ana shu qonuniyatlarga asoslangan bilish jarayonini ko'rsatishda, namoyon qilishda quyidagi yo'nalishlar bilan ish olib boradi. Gnesologiya, ya'ni insonni bilish jarayoni. Insonni mana shu olam haqida, odam haqida o'ziga xos qarashlarini yig'indisi sifatida gnesologik bilimlar asoslanadi va insonni bilishini turli xil holatda, masalan, empirik holatda yoki bo'lmasa ilmiy holatda, demak, tushuntirib beradi. Yana bitta o'ziga xos yo'nalishi ontologiya. Demak, ontologiya bu borliq haqidagi ta'limot. Biz falsafa fanini qaysi bir holatda o'rganmaylik, falsafiy mushohadani bilishga kirishmaylik, albatta borliq tushunchasisiz biz falsafiy mushohadani tushuntirib bera olmaymiz, asoslab bera olmaymiz. Chunki borliq bu har doim insonni tabiat nuqtai nazaridan, insonni jamiyat nuqtai nazaridan, ma'naviy borlig'i nuqtai nazaridan, ijtimoiy borliq nuqtai nazaridan, biologik borliq nuqtai nazaridan o'ziga xos tasnifi asosida insonni qamrab oladi va insonni bilishini ma'lum bir mushohada qilishini asoslab beradi. Chunki borliq tushunchasida inson o'zini mavjudot ekanligini his qiladi. Sabab, tirik mavjudotlar ichida eng oliysi inson ekan, insonga xos tafakkur, insonga xos mukammal bilish, demak, borliq nuqtai nazaridan tushuntiriladi.
Borliq tushunchasi bu juda keng tushuncha hisoblanadi. Borliq o'zini makon nuqtai nazaridan asosliligini, demak, tabiat tushunchasida tushuntirib beradi. Zamon nuqtai nazaridan asosli ekanligini jamiyat nuqtai nazaridan tushuntirib beradi. Shuning uchun ham borliq tushunchasi albatta mana shu falsafiy yo'nalishda yoki bo'lmasa falsafiy o'ziga xos dunyoqarashda asosiy xizmat ko'rsatadi. Yoki bo'lmasa logika ilmini oladigan bo'lsak, mana shu falsafiy bilimlarni boyitishda albatta insonni tafakkurini, mazmun mohiyatini aniq ravon ko'rsatib bera oladigan o'ziga xos fikrlar yig'indisi logika, ya'ni mantiq ilmida ko'rinadi, kuzatiladi va ana shu insonga baho beriladi. Mantiqiy tafakkur albatta insonni ilmiy bilishini yoki bo'lmasa bir mazmun mohiyatli bilishini ko'rsatib beradi. Mantiqiy tafakkurga asoslangan fan qanday fan bo'lishidan qat'iy nazar o'zini mukammal fundamental asosiga ega bo'ladi. Mantiqiy tafakkurga asoslangan fan. Shuning uchun ham mantiq ilmi insonni bilish jarayonini, uni ana shu to'g'ri fikrlashini, mantiqiy mulohazalarni boyitishga qaratilgan ilm hisoblanadi. Yoki bo'lmasa etika fani, ya'ni axloqshunoslik fani. Biz yaxshi bilamiz aziz tinglovchilar, inson bor ekan, u har doim axloqiy mukammallikni, axloqiy o'ziga xos bir me'yoriy asoslarni o'zini harakatlarida ko'rsatib boradi. Axloqiy mukammallik odobga tayanadi. Axloqiy mukammallik xulqiy go'zallikka tayanadi. Axloqiy mukammallik ma'lum bir jamiyat hayotini tubdan o'zgartirishga asoslangan jarayon hisoblanadi. Odamni o'ziga xos ko'rinishida, uni ana shu iliq muomalasida, munosabatida, xatti-harakatlarida, demak, ana shu axloqiy me'yorlar, ya'ni mana shu etika fanini o'ziga xos me'yoriy asoslari, demak, insonlarni bir-biriga chaqirish bilan namoyon bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa estetika. Demak, estetika fani ham insonni mana shu go'zallikni his qilishga qaratilgan mulohazalarni o'rganar ekan, demak, estetik mushohada har doim insonni bilishi uchun mavjud bo'lishi kerak. Ya'ni insonni bilish jarayonida estetik mukammallik, estetik barkamollik o'ziga xos keng ma'noda, demak, qo'llanilishi kerak bo'ladi. Chunki mana shu inson bilishini mohiyati har doim o'ziga bir mukammallikka ega bo'lish uchun ana shu yuqorida aytganimizdek ijtimoiy ong shakllarini, mazmun mohiyatini, ijtimoiy ong shakllarini mukammalligini ko'rsata olishi kerak bo'ladi. Bu yerda albatta falsafa fanini vazifalari bor. Har bir fanda bo'lganidek, chunki falsafa fani vazifalari mana shu insonni bilishidan to uni tafakkurini, ilgarilanma faoliyatini o'rgatar ekan, demak, bu quyidagi holatlarda namoyon bo'ladi. Albatta ana shu uslubiy holatda, ya'ni metodologik nuqtai nazardan falsafa fanini bilish yoki bo'lmasa ana shuni tatbiq qilishda, demak, metodlardan foydalanish yoki bo'lmasa gnesologik holatda yoki bo'lmasa evristik holatda, demak, o'ziga xos yoki bo'lmasa pedagogik didaktik holatda, demak, namoyon bo'lishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Aziz tinglovchilar, falsafiy mushohada demak insonni mukammal hayot yo'liga boshlar ekan. Falsafiy mushohada qaysi fan bo'lmasin, ana shu fanlarni mazmun mohiyatini ochishga xizmat qilar ekan. Falsafiy mushohada har doim inson bilishini mukammalligini namoyon qilar ekan, demak, insonni tafakkurida, uni bilishida falsafiy o'ziga xos bir tafakkurni o'rnini aytib o'tishimiz kerak bo'ladi. Shu o'rinda aziz tinglovchilar, falsafa fani qaysi mutaxassislikni qo'lga kiritmaylik, qaysi mutaxassislik bilan biz ish olib bormaylik. U meditsina bo'ladimi, u iqtisod bo'ladimi, u falakiyot ilmi bo'ladimi, qat'iy nazar, demak, ana shu har bir fanni fundamental asosida falsafa fanini mavjudligi yoki bo'lmasa falsafiy dunyoqarashga asoslangan mutaxassis deylik. Ana shu mutaxassisni falsafiy dunyoqarashi mukammal bo'lsa, ana shu fanni yaxshiroq o'zlashtirib oladi, ana shu fanni mazmun mohiyatini bilishga intiladi. Men har doim mana shu tinglovchilarga qilgan ma'ruzamda shu fikrlarni aytib o'taman.
falsafiy dunyoqarashi bor inson bag'rikeng inson bo'ladi. Falsafiy dunyoqarashga moyilligi bor insonda o'ziga xos bir asosli, ya'ni mehnatsevarligi, o'zini ana shu estetik jihatdan, axloqiy jihatdan bir mukammalligini namoyon qila oladigan inson deb bilaman o'zim. Shu nuqtai nazardan demak, falsafiy mushohada o'zlikni anglash uchun, falsafiy mushohada amaldagi prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev aytganlaridek yangi dunyoqarashga asos bo'la oladigan fan bu falsafa fani deganlar o'zlarini ma'ruzalarida. Haqiqatda ham yangicha dunyoqarashni shakllantirishda, yangicha dunyoqarashni ana shu yangiliklarga xos bo'lgan ongli munosabatga asoslangan qarashlarni shakllanishida, demak, falsafiy dunyoqarash umuman olganda dunyoqarashni o'zgartirishga bir munosabatni aytib o'tishimiz kerak bo'ladi. Aziz tinglovchilar, fikrimizni yakunida mana shu o'ziga xos insonni tabiat oldidagi qarashlari, jamiyat oldidagi qarashlari, ijtimoiylik nuqtai nazaridan mazmun mohiyati yoki bo'lmasa inson o'zini manfaatlarini, ehtiyojlarini amalga oshirishda, ro'yobga chiqarishda, o'zini manfaatiga qoniqish asosida turmush tarzini shakllantirishda albatta ana shu falsafiy dunyoqarashni o'rni, falsafiy dunyoqarashni ana shu inson bilishidagi ahamiyati juda bir keng ekanligini aytib o'tishimiz o'rinli hisoblanadi. Yana shuni aytishimiz kerakki, aziz tinglovchilar, huquqiy savodxonlikni oshirishda, inson o'zini ana shu bir siyosiy jarayonda faol ishtirok etishini ta'minlashda, inson o'zini munosabatlarini, u ana shu ta'limdan to o'ziga xos kasbiy odob axloqqacha bo'lgan qarashlarini bilishda, uni o'zgartirishda yoki bo'lmasa ana shu bir yuqori marralarga erishishda albatta falsafiy mushohada o'ziga xos inson bilishida, inson hayotida, insonni bir butun dunyoqarashida o'z o'rniga ega ekanligini aytib o'tishimiz o'rinli hisoblanadi. Falsafiy tafakkur yana shu jihatlar bilan o'zini namoyon qiladiki, kuchli fuqarolik jamiyatini qurish. Demak, kuchli fuqarolik jamiyatini qurish uchun ana shu davlatni o'ziga xos kuchli mazmun mohiyati, qonunlarini ustuvorligi, jamiyat hayotini mukammallashtiruvchi har bir sohani mexanizmlari demak faol bo'lishini ham mana shu falsafiy tafakkur, ya'ni dunyoqarashlilikni mazmun mohiyatiga asoslangan bilish buni zaminida turganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shu o'rinda aziz tinglovchilar, har bir insonni qarashlari har doim o'ziga xos bir mukammallikka erishish yo'lida, har bir kasbni egallash jarayonida ana shu keng mushohada qila olishimiz kerak bo'ladi. Keng o'ziga xos fikrlashimizni ayta olishimiz kerak bo'ladi. Yoki bo'lmasa ana shu insonni qarashlarida, uni yuqorida aytganimizdek mehnatsevarligida, bag'ri kengligida, ana shu gumanizm nuqtai nazaridan xulosa chiqara olishida, ya'ni insonparvarlik nuqtai nazaridan albatta bularni aytish olishimiz kerak bo'ladi. Shu o'rinda O'zbekiston Respublikasini har bir oliy o'quv yurtida demak falsafa fanini o'tilishi, qaysi sohaga qaratilmasin u oliy o'quv yurti demak falsafa fanini ba'zi bir oliy o'quv yurtlarda birinchi kursda, ba'zi bir oliy o'quv yurtlarda ikkinchi kursda o'tilishi ham mana shu maqsadga muvofiq ekanligini biz aytib o'tishimiz o'rinli bo'ladi. Aziz tinglovchilar, demak mana shu rivojlanish uchun, sivilizatsiya uchun, yangicha dunyoqarashni mukammallashtirish uchun demak falsafiy mushohadani yanada inson bilishi bilan hamnafasligini qo'llab-quvvatlash yoki bo'lmasa uni ana shu inson bilishi jarayoni bilan namoyon bo'lishini ta'minlash demak har bir insonni qo'lida ekanligini yana bir bor aytib o'tamiz. Chunki falsafa fanini yuqorida aytganimizdek tabiat, jamiyat, inson tafakkurini umumiy qonuniyatlari bilan tahlil qilishi demak ana shu mukammal dunyoqarashga asoslanganligini ko'rsatib beradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.